Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Hammanglarning mushu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmasining tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi markaziy ishxonasi Yevropa musulmonlar munbirining raisi Abdulvahid Niyozov apandiga maktub yo'llab, mazkur tashkilotning 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boyqut qilish va irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'layotgan Sharq Turkiston musulmonlarga sahib chiqish haqida e'lon qilgan bayonoti uchun minnatdorlik bildirdi. Markaziy Belgiyaning poytaxti Brukselga joylashgan Yevropa musulmonlar munbiri bo'lsa, butun Yevropadagi yerlik musulmon xalqlarning eng yuksak vakillik organi bo'lib, Yevropadagi mashhur diniy ulamolar va muftiylardan tashkil topgan mazkur tashkilot bo'libmi Rossiya, Sharqiy Yevropa va Balqonlarda zo'r nopus va ta'sirga ega. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan xeyli yillardan buyon yaqin hamkorlik ichida bo'lib kelgan Yevropa musulmonlar munbiri 2022 yillik Beijing qishliq olimpikining boshlanish harpisida birlashma bayonot e'lon qilib, Xalqaro jinoiy ishlar sudini Sharq Turkiston musulmonlariga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoy rahbarlarining jinoiy qilmishlari haqida tekshirish elib berishni talab qilish bilan birga, Xalqaro olimpik komitetini Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan, musulmonlarning ovozini bo'g'iyotgan, millionlagan begunoh insonlarni jazo lagerlariga qamib, ularni ig'ir darajada xo'rlayotgan, Sharq Turkiston musulmonlarini majburiy tug'mas qildirayotgan tog'dek paketlarni ko'rmasga silib, 2022 yillik Beijing qishliq olimpikining Xitoyda o'tkazilishiga yo'l qo'yganligini qattiq ayiblagan. Shundaqla o'zlarining Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan har zaman yaqin hamkorlik ichida ekanligini ta'kidlagan edi. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida, keyingi mazgillardan buyon har qaysi allardagi musulmon tashkilotlarining mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston musulmonlariga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va zulmiga qarshi orqa-orqadan ovoz chiqarishga boshlaganligidan cheksiz mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi sababli musulmon dunyosining qo'zg'alib ketishidan qattiq andisha qilgan Xitoy hokimiyatining butun iqtisodiy, siyosiy, harbiy va diplomatik kuchini ishga solib, islom allarini o'ziga tortishga va ularni Uyg'urlar masalasida sukut qildirishga urinib kelgan bo'lsa-mu, ammo haqqoniyatparvar ko'plagan musulmon tashkilotlarining va musulmon jamoatlarining Uyg'urlar masalasida bir-birlab sukutini buzib, Xitoyga qarshi mardonlarcha o'ttirg'i chiqib ovoz chiqarayotganligini eskartib o'tdi. Yevropa musulmonlar munbirining bo'lsa Sharq Turkiston musulmonlari masalasini o'zlarining eng asosli kun tartiblarining biri qilib kelganligini xotirlatib o'tgan Dolqun Aysa apandim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining mazkur tashkilot bilan har zaman yaqin dialog va hamkorlik ichida bo'lib kelganligini ta'kidladi. Irqiy qirg'inchilik olimpiki deb atalgan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'ini boshlangan 4-fevral kuni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan Uyg'ur harakati tashkilotining Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata sodir qilayotgan vahshiyliklarni oshkorlashda qo'shgan tuhfasi uchun Amerika Avom palatasi a'zolari Tom Suazi bilan Christopher Sims apandilar tarafidan 2022 yillik Nobel tinchlik mukofotiga nomzodlikka ko'rsatilganligi muhojiratdagi Uyg'urlarni alohida suyundirib qolmay, kuzatuvchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan edi. Bu munosabat bilan 9-fevral kuni istansimizning Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Umar Qanat apandim bu vaqtda o'zining qarashlarini o'ttirg'a qo'yib mundaq dedi. Bu Amerika Davlat Majlisininki ikki a'zosi bu Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakatini 2022 yillik bu Nobel mukofotiga nomzod ko'rsatdi. Bu albatta bizning uchun faxrlanarli bir ish va bu albatta bu butun bizga emas, albatta Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakati uchun emas, butun shu Uyg'urlar uchun harakat ilib berayotgan, faoliyat ilib borayotgan dunyodagi butun Uyg'ur tashkilotlari, Sharq Turkiston tashkilotlari vakolatan bizga berilgan bir bizni ko'rsatilgan bir nomzodlik deb qarayman va shu butun tashkilotlarninki, Uyg'ur tashkilotlarininki butun dunyodagi elib berayotgan faoliyatlarininki xalqaro jamoat tarafidan e'tirof qilinganligi deb qarasak bo'ladi buningga. Zaten bu Tom Suazi bu ikki davlat majlisi a'zosining biri shu bizni Uyg'ur kishilik huquq qurilishi va Uyg'ur harakatini bu mukofotga nomzod ko'rsatgan ikki davlat a'zosining biri degan yozgan xatida shunda degan, ya'ni bu Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilik uzun yillardan beri
hech kim bilmay, bu davomlashgan gap, davomlashayotgan bir qirg'inchilikdi uzun yillardan beri. Buni dunyo jamoatchiligi buni toza bilinmagan, bundan xabardor bo'lmagan. Shu Uyg'ur tashkilotlarining, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, Uyg'ur harakati va dunyodagi butun boshqa Uyg'ur tashkilotlarininki faoliyatlari, tirishchanligi natijasida bu masala dunyodagi hozir eng asosli masalalarning biriga aylandi. Dunyo jamoatchiligi bundan xabar topdi deb o'zining xatida yozgan. Shunga o'xshash bu nima? Bu nomzod ko'rsatish albatta bütün Uyg'ur tashkilotlarininki yillardan beri ilib berayotgan faoliyatlarininki dunyo jamoatchiligi tarafidan e'tirof qilinganligi desak bo'ladi. Yana birisi bu, ya'ni bu olimpik tanharakat yig'ini o'tkazilayotgan bir paytda Beijingda bu Xitoyga berilgan kuchli bir signal. Ya'ni buning bilan sen bu olimpik tanharakat yig'ini o'tkazish orqali bu ilib berayotgan bu irqiy qirg'inchilikni sen yapolmaysa, buni hech qachon xalqning ko'zidan uzoq tutolmaysa deganlik deb qarayman. Xalqaro Olimpik Komitetining butun dunyo miqyosida qo'zg'algan shuncha kuchli qarshilik va noroziliklarga qaramasdan 2022 yillik qishliq Olimpik yig'inining Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan Xitoydek zolim va diktator bir davlatda o'tkazilishiga yo'l qo'yishi dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquq tarafdorlarining qattiq g'azabini qo'zg'ab qolmasdan Yahudi irqiy qirg'inchiligini boshdan kechirganlarni va shundoqla dunyoning aslo takrorlanmaydi degan va'dasiga ishonganlarni qattiq afsuslantirdi. 2016 yili vafot bo'lgan Nobel tinchlik mukofoti sohibi, dаңlıq yozuvchi va erkinlik faoliyatchisi, Yahudi qirg'inchiligidan omon qolg'uchi Eli Wieselning o'g'li Elisha Wiesel Yahudi telegraf agentligida e'lon qilgan Dadam Eli Wieselni asliginimda bu olimpikka bo'lgan nomusim texmo cho'nqurlashida sarlavhiylik maqolasida Xitoy olimpikining ichilish murosimi o'tkazilgan 4-fevral juma kuni haqida to'xtalib, juma kuni mening dunyorim qorong'ulashdi. Men xuddi o'zimni yangidan yorlangandek, Dadam Eli Wieselni qaytadan yo'qotib qo'ygandek his qildim. Juma kuni men yo'qotishimizning qanchalik cho'nqurligini his qildim. Chunki u kuni Beijing qishliq olimpik tanharakat musobaqasining ichilish murosimi bo'lib, millionlagan kishi ichilish murosimiga moslashayotdi. Dunyoning ko'p qism joylari sohibxon davlatning Uyg'urlarga terrorlik qilish bilan bir vaqtda tinchlik va do'stlikning musobaqasini o'tkazayotganligini bilmaydigandek yoki bilsimi ko'ngil bilmaydigandek qiladi deb yozgan. Elisha Wiesel maqolasida Uyg'urlarga millat sifatida ziyonkashlik qilayotgan Xitoy hukumatı sohibxonlik qilgan bu olimpikni 1936 yildagi Nassiz olimpikiga o'xshatish bilan birga Yahudi qirg'inchiligidan omon qolgandan keyin bir umr erkinlik, barobarlik uchun kurash qilgan dadisi Eli Wieselning Darfur, Bosniya, Kamboja, Rwandadagi vahshiyliklarga qarshi harakat qilganligini, ammo uning bu tirishchanliklarining vafotidan 5 yil keyin Uyg'urlarga yurgizilayotgan vahshiyliklarni o'zgartirishga yetmaganligini afsuslanish ichida tilga olgan. U maqolasida olimpikni qo'llovchi xalqaro shirkatlarning irqiy qirg'inchilik masalasidagi mas'uliyatini his qilishning muhimligini, har bir kishining shirkat liderlarini ogohlantirish vazifasi borligini, garchi bir qism shirkat va organlar manfaatidan voz kechish badaliga haq tarafda turayotgan bo'lsa-mu, bundaqlarning to'limi ozligini bildirgan. U maqolasini mundaq deb oxirlashtirgan. Men Xitoyning davlat qo'llagan kapitalizmning oshko'zlikdan foydalanib turib bizni jimiq turishidan ansirayman. Dadam ziyonkashlikka uchirg'uvchilar uchun so'zlashni intayin muhim deb qaraydi. Erkinlikni tashabbus qiladigan bu davlatda yashayotgan men yetarlik ish qila oladimmi? Agar biz yordam qilishning yo'lini topolmagan bo'lsak, u holda nomus qilayli. Osmon xabarlari agentligi yaqinda maxsus tekshirish doklati e'lon qilib, Xitoy hukumatining Arab Birlashma Xalifaligidagi Dubay shahrida tasdiqlangan qora turmasi orqali muhojiratga Uyg'urlarni hujum nishoni qilayotganligini hamda boshqa davlatlarni Uyg'urlarni tutqun qilib Xitoyga o'tkazib berishga qistayotganligini fosh qildi. Dokladda aytilishicha, Xitoy istixborot organlari chet eldagi Uyg'urlarni izchil hujum nishoni qilayotgan bo'lib, ularning ba'zilari Xitoyga josuslik qilishga majburlangan. Yana ba'zilari uchinchi bir mamlakatda qo'lga ilinib, Xitoyga qaytarib berilgandan keyin g'oyib bo'lgan. Dokladning avtorlari Uyg'urlarning navbatda o'z vatanida qirg'inchilikka uchrashdan boshqa chet ellarda Xitoy hukumatining parokanda qilishidan qutulolmayotganligi, buningda Dubay shahrining oshqushliq rol o'ynayotganligini tafsiliy bayon qilib bergan. Dokladda ko'rsatilishicha, Hong Kong demokratik namoyishini himoya qilib torlarda yozma e'lon qilgan Xitoy yosh Wang Jingyu Amerika safarida Dubayda tutqun qilingan. Bu joydagi qora turmada uni Xitoy soqchilari bir hafta so'roq qilgan. O'sha vaqtda so'roqchilar orasida o'ltirgan kishilarning birining dal Xitoy hukumatining Dubaydagi konsulxonasining bosh konsuli Li Shuhuang ekanligini tonib qolgan.
Onu qutuldirish uchun Dubayga kelgan qiz do'stimi tutqun qilingan hamda o'zi qamalgan joyda yana bir Uyg'ur qizining o'zidan burun qamoqqa ilinganligini ko'rgan. Abdurla ziyorat qilgan Nigara Yusuf, Amannisa Abdulla, Husayn, Ahmad, Musa qatorliq Uyg'urlar Dubay shahrida Xitoy soqchilarining turli so'roqlarga va tutqun qilishiga shohid bo'lganlar bo'lib, ularning ba'zilari Xitoyga josuslik qilishga zo'rlangan. Yana ba'zilari Xitoyga o'tkazib berilgandan keyin g'oyib bo'lgan. Xitoy bilan Arab Birlashma Xalifaligi o'rtasidagi qo'yiq do'stlik va iqtisodiy hamkorlik, yana kelib ikki taraf o'rtasidagi jinoyatchilarni o'tkazib berish shartnomasi bu ishlarni bekmi zo'r qulaylik bilan ta'min etgan. Hozirgacha oz deganda 292 nafar Uyg'ur Arab davlatlarida tutqun qilingan va Xitoyga o'tkazib berilgan ekan. Washington shahridagi Yahudilar zo'r qirg'inchiligi xotira muzeyi 3-fevral kuni o'zlarining Twitter sahifasida bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Beijing qishliq olimpik musobaqasini 1936-yili natsistlar Germaniyasi sohibxonligida Berlinda o'tkazilgan olimpik musobaqasiga o'xshatgan va ularning bu harakati axborot vositalarida va turli ijtimoiy taratqularda zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Xitoy hukumatining qonuniy bo'lgan xalq gazetining Yevropa sho'basining boshlig'i Chin Huihua bu munosabat bilan mazkur muzeyga qattiq hujum qilgan. U buningga inkos yozib, Yahudilar qirg'inchiligi xotira muzeyiga numus. Ayni vaqtda 30 mingdan ortiq Yahudi Shanxayda panohlikqa erishgan. Sizlar buning uchun bizdan minnatdor bo'lmamsizlar deb bildirlagan. Sezixnabı purketgan Chin Huihua Xitoy hukumatining yuqori darajalik amaldori bo'lsa-mu, doim ijtimoiy taratqularda og'zini buzib odam tillash bilan dong chiqargan salbiy obrazlarning biri. Amerika Kengash palatasining a'zosi Marsha Blackburn xonim 2020-yili Amerika hukumatining Sharq Turkistondagi majburiy emgakka bog'lanishli paxta mahsulotlarini Amerika tamojnosida musodara qilish haqidagi qarorini olqishlab, Prezident Donald Trumpning bu haqqoniy harakati maqtashga arziydi degan. Shu ishdan keyin Chin Huihua uningga hujum qilib, Twitterda og'zini satgaplar bilan buzib haqorat yog'dirgan. Uning bu xil axloqsizligi Twitter qo'llanuvchilarining qattiq la'natiga uchragan edi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida irqiy qirg'inchilikni boshdan kechirgan Yahudilar jamoatining dunyoning har qaysi joylarida har xil shaklda ko'krak kerib o'tirg'i chiqishi, ularning Uyg'urlar tarafda turib adolatni yo'qolishi muhojiratdagi Uyg'urlarni xursand qilmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Ko'rishga omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yolda sudek aktı bizning qanimiz, sen uchun ey yurtimiz, fida bo'lsin jinimiz, qon kechib en can